Assalomu alaykum. Asiya Arslonova. Asmaul husna darslari. Allohning 99 go'zal ismlari. Eng go'zal ismlar Allohnikidir. Bas unga ular ila duo qiling. Arof surasi 180-oyat. Allohning hamma ismlari go'zaldir. Shu bois mu'min banda unga duo qilganida ana shu go'zal ismlar ila murojaat qilmog'i lozim. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning 99 ta ismi bor. Kim ularni yod olsa jannatga kiradi. Albatta Alloh tog'dir va tog'ni yaxshi ko'radi, dedilar. Alloh taolo sherigi va o'xshashi bo'lmagan, yakkayu yagona, har qanday nuqsonlardan munazzah, xoli, har biri cheksiz xazina bo'lgan go'zal ismlarni qamrab olgan ismlarning sultoni. Duo. Ey eng go'zal ismlarning o'zida jam qilgan buyuk Allohim, faqat sen borsan, sendan boshqa iloh yo'qdir. Sening kursing osmonlar va yerni qamrab olgandir. Senga hech bir ish qiyinchilik tug'dirmas. Sen oliy va azim tursan. Butun ismlarning hurmatidan shu onda qalbimdan o'tayotgan xayrli niyatlarimni qabul ayla. Barcha shubhalarni chetga surib, ixlos bilan hech bir ikkilanishsiz hammasini yolg'iz o'zingga havola qilgan holimda Allohim dedim. Amin ya robbil alamin. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun mingdan ziyod ayollarga ilm ulashishimizga hissa qo'shmoqchi bo'lgan ayol qizlarimiz, ushbu kartaga bemalol o'z hissangizni qo'shib, yana bepul darslarni ko'pdan ko'p qilishligimizga sababchi bo'lishingiz mumkin.